Kelgusida 45liklar o'rniga 47liklarni ko'ramiz. Yaqin yillarda. Hatto 50 ga yaqin ham ko'rishimiz mumkin. Qashqadaryoda demak 45 gradusda eng issiq deb oladigan bo'lsak, hozirgi davrda 46 ga yaqin. bu 46-47 ga yaqin bo'lishi mumkin. Va ko'proq bo'lishi mumkin. Shunaqa kunlar soni. Masalan, bu yilda bu kelajak necha yilda taxminan? Shu 20-30 yilda to'qnash kelamiz. 50 darajalikka Qashqadaryolik to'qnash keladi yaqin 10 yillikda. Yaqin 10 yilda Qashqadaryoda 50 gradus bitta 50 darajalik rekord issiq bo'lishi mumkin. Qaysidir issiq kelgan yillarda bo'ladi. 50 darajalik issiq bo'ladi. Erkin aka bizani Qashqadaryo deganda Qarshida tushunaylik-da. Masalan, u Shahrisabz tog' etaklari bor, Kitob tumanlari bor yoki tog'li hududlari bor. Ularda u darajada yuqori harorat kuzatilmaydi. Masalan, Qarshida 45 daraja kuzatilsa, ularda 37, 35, 36 kuzatiladi va ularda ham harorat ko'tarilib boradi. Va tog'larda tekislikdan ko'ra hozir vaziyat yomonroq. Shu uchun ham so'nggi yillarda Qashqadaryo tog'larida yog'ingarchilik juda ham kam kuzatilyapti.